Assalomu alaykum. Ahmadjon Uz kanalining ashaddiy obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar. Akalar, bugun biz Namangan viloyati Namangan tumani Arzonchilar, Optimchilar qishlog'iga yetib kelganmiz. Xudo xolisa bugun video syomka o'ta chiroyli bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib like qizartirib qo'ysalar obunachilar, sizlar uchun vobshe manfaatli video qilib beramiz obunachilar. Kanalga obuna bo'lib like tuvasi eshdan chiqmasin. Obunachilar, hop bugun 22-iyul hafta kuniga chorshanba. Xudo xolisa bugun biz Muhriddin akamizni qo'y fermalariga kelganmiz. Assalomu alaykum Muhriddin aka. Ahmadjon keling. Keldim aka. Xudo xolisa qo'ylarni zo'rlarni olib kelib qo'yibsiz obunachilarimiz uchun. Xudo xolisa qo'ylar udonlarda kelganman, xudo xolisa yo'lda qilib 10 bitta qo'chqor bor. Hop. Bir partiya sog'lig'imiz bor, yana bitta qop-qora qo'chqorlardan bor. Qora ishqozlar uchun qora qo'chqorlardan ham bor, go'sht yo'nalishi aka. Qo'shilashga bor. Birinchisiga mana zotka sariq qo'chqorlar, hammasi aralashgan qo'chqorlar. Mana obunachilar qaranglar. Hammani razrezlari ham o'ziga yarasha mana kelib bergan mana obunachilar. Ular Qirg'izistonning qo'chqorlari aka, sizda G'ohani qo'ylari bo'lmaydi. Faqat Qirg'izning qo'chqorlaridan olib kelyapsiz. Qirg'izistonning qo'ylari bitta ushlab ko'rsatmachi. Mana obunachilar qaranglar. Hali qo'zini olsa, garbonos qaranglar obunachilar mana. Bitta o'zgizinglar mana obunachilar. Oh yuzlaridan, shalapang quloqlaridan mana. Razrezlari ham kelib bergan obunachilar mana. Qo'ylar ozgina charchoq bor aka, bular qachon yetib keldi? Bular kecha keldi. Kecha yetib keldi. Mana obunachilar. Rosmana damog'i yo'q qo'ylar. Hali rosmana damini olgan. Buni olib bir hafta sinov olishadi aka, xotirjam yeb ishlarga garantiyani berasiz-da. Shuni olishadi. Gap yo'q aka. Hop aka, buni bo'ybaslarini nechiga beramiz? Qo'ylarni amalda 70 pilusda bular. 70 pilusga olishadi. Borganda xursand bo'lsa bo'ldi obunachi. 70 dan kam emas bu qo'ylar. Hammasi oshiq. Hammasi 70 dan oshiq obunachilar mana. Charchoq borligi uchun ko'rinmayapti, lekin telefon qilasizlar aka, bitta ikkita ham sotilaveradi. Ha, bitta ham sotilaveradi. Gap yo'q aka, mana obunachilar. Sizlar like deb bosib qo'yinglar aka, buni bo'ladigan narxida videoni ko'p cho'zmay narxini chiroyli qilib sindirib bering o'zingiz. Ahmadjon Uz kanalidan telefon qilishyapman deydamiz. Bulardan bitta narx qo'yaymi? Bitta bomba qo'yarancha aka. 4 million 800 ming so'mdan hammasi bir joyga ketdi aka. 10 ta. 10 bittasi bir joyga. Telefon qilsa, hop, yana o'tib beradi. Yana o'tib beradi. Mana obunachilar sizlar uchun. Deb turaman. Toshkentgacha ketadi, bar Samarqandgacha ketadi. Samarqandgacha 4 million 800 ming so'mdan obunachilar mana. Sizdan like deb bosib qo'yadigan joydan bo'ldi menimcha obunachilar mana. 10 bittani olasiz, 4 million 800 ming so'mdan mana Samarqandgacha uyingizga yetib boradi. Xotirjam mana obunachilar. O'ylanmay shoshilib aloqa qilib ko'rasizlar. Bo'lmasa biz keyingi partiyaga o'tamiz. Ketdik. Obunachilar, ikkinchi partiyamizga xudo xolisa solo boqaman degan obunachilarim uchun solo chiqozlarga sololardan ham bor ekan obunachilar mana. Qirg'izistonda sololarni olib boqaman deganlarga mana yetib kelibdi. Aka, bu yerda son nechta? Ahmadjon, bu yerda soni 6 ta. 6 dona, ha? Yoshlar ham Ahmadjon, ular hammasi yosh qo'ylar-da. Yosh ishlarni ko'rsatib qo'ying aka mana. Ikki tish aka obunachilar mana. Endi qo'zidan chiqqan mana obunachilar. Hammasini ko'rsatib qo'y. Hammani bitta ushlab ko'rsatavering aka. Mana obunachilar qaranglar so'l. Mana bunaqa noyoblardan ham bor ichida obunachilar. O'shanbek to'sib turibdi. Bitta uni ushlab ko'rsatavering aka. Mana obunachilar. Shuni bitta ko'rsatib qo'ying. Mana obunachilar 4 tish ekan aka bunisi. 4 tishmi? 4 tish aka. Mana. Juda chorsaganda qo'ylar lekin. Mana 6 tishmi? Mana obunachilar 6. Eng kattasi 6 tishlar ekan menimcha bu yerda. Tishmaylarga unaqasi yo'q aka. Bunisini ham tishini ko'rsatib qo'ying. Qo'zi obunachilar ichida qo'zisi ham bor ekan mana obunachilar yarishkasidan mana. Qashqahani ham bitta ko'rsatib qo'ying, qashqahani. Mana obunachilar qo'ydi qaranglar. Haqiqiy monos o'ta polvon ekan mana. Oching tishlarini mana. Bunisi endi 4 taga chiqyapti. Ikkitadan endi 4 tagacha. Bunisini ham shuni ko'rsatib qo'ying aka. Bunisi 2 tish ekan obunachilar. Eng balanti 6 tish bitta qo'yingiz bor ekan aka, qolgani 2 tish 4 tish ekan. Mana. Bo'ybaslarini nechiga beramiz aka buni? Bo'ylari Ahmadjon 85. 85. Ha. Hop, mana obunachilar 85 ga oladi ekasizlar. Polvonlaridan mana. Toniga ham bitta e'tibor beringlar obunachilar, hammasi sumjim mana. Bular Qirg'izistonniki aka. Ahmadjon. Buni narxini o'zingiz chiroyli qilib berasiz aka buni. Yo'qda qilib gapiraymi Ahmadjon? Ha. Ko'p cho'zmaylik.
6 tane keyin bir joyga olaman deydimiz 7 million so'mdan Toshkentgacha ketaveradi. Telefon Bunga dastlabkasini ozgina kelishadi. telefon qilishadi aka, chiroyli qilib xayrini qilib berasiz aka. Telefon qilishsin, o'tib beraman, sunnatiga o'tib beraman. Gap yo'q aka. Lekin qo'ylar arzon qo'ylar emas, yaxshi qo'ylar qolsa olib baraka toping. Gap yo'q aka. Mana obunachilar Ahmadjon o'z kanalidan telefon qilyapman desalang, o'tib ham beradilar mana. 6 tani bir joyga olib qo'yinglar obunachilar, haqiqiy bolaqni olib, ancha yil bolaqni olib berasizlar obunachilar. Aka, bundan keyin ham bir partiya qo'yimiz bor-a? Ha, bir partiya 14 dona qo'chqor bor. Go'shirlashga vaqtshora. Gap yo'q aka. Bo'lmasa biz inshaalloh ko'rsatgani ketdik obuna. Obunachilar, oxirgi partiyamizga ham go'sht yo'nalishida qora qo'chqorlarni, haqiqiy go'zallarni. O'zi zotga ham bo'ladi obunachilar, lekin go'sht yo'nalishida narxi ham go'sht yo'nalishida bo'ladi. Mana obunachilar. Soni nechta aka bu yerda? Ahmadjon, soni 14 dona uka. 14 dona aka. Qo'zilarni qarang. Badani ham o'ta semiz mana. Yelkali qo'ylar obunachilar mana. Mana bu qo'ylar qarang. Zotga ham vobshe udor bo'ladi. Qora qo'yish qozlar uchun mana obunachilar mana. Mana buni qaranglar. Bellari ham o'ta baquvvat. To'shini qaranglar obunachilar. Hali qo'zi narsalar bular obunachilar. Bular hali shaxt damini beradigan variant. Ahmadjon, hali bular 6 oylik qo'zi, vahoniki emas. Hop aka. Vahoniga ekan deb, vahoni qo'yni yomonlashmas. Narxida farqi bor, suyagida farqi bor. O'zi bakishga odam biladi. Haqqa onam o'zi biladi. Suyagini qo'ydi. Mana bular Qirg'izistondagi yosh oilalari 6 oylik atrofida mana. Ekitish qo'chqorlari damini beradi. Mana qo'ylar, yelka, badanlarini qaranglar. Obunachilar haqiqiy zo'rlardan mana. Hammani dumbasi tikka dumba, yorma dumba obunachilar mana. Bular narxida bor Ahmadjon. Ha. Ko'p deyshadi obunachilar. Aka, bitta gapdan deb turing. Videoni ko'p cho'zamiz, lekin narxini boshida aytib ketaylik aka, narxini ham bitta ayting o'zingiz. Qo'zilar qarang. Nima deyapti mana qo'zilar? Yaltillayapti obunachilar, kashdan mana obunachilar. Narxini boshida aytib ketaylik aka, obunachilarimizni qiynamay. 4 million 800 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi. Voy aka, o'tib berasiz. O'taman, yana 100 mingni o'tib beraman, Ahmadjon. 100 mingni o'tib berasizmi aka? O'tib beraman 100 mingni. Yana bitta chiroyli qilib o'tib bering aka. Voy Ahmadjon, mana bor obunachilarimizga 4 million 600 mingdan Samarqandgacha ketaveradi. 4 million 600 ming so'mdan Samarqandgacha besplatli dastavka bilan ketaveradi aka. Alloh jo'natmadi ishonsin, 4 million 800 mingni bo'yini olishadi. Nechta tanlab olsangiz 4 million 800 mingdan ketaveradi aka. 4 million 800 ming so'm. Mana obunachilar qaranglar. Ishqibozlarga jo'natib qo'yinglar obunachilar, shoshilib aloqa chiqish olsin, qo'ysanglar. Xudo xolasa mana. Tarqatib beraylik mana. Qo'ylar chalchov borligi uchun tapillab haligi bo'lib qolyapti obunachilar mana. Qaranglar. Hammani quloqlari ham uzun mana. Hammasi tikka dumba, yorma dumba. Oyoq qo'llari ham o'ta baquvvat mana. Aka, bu oxirgi partiyamiz a? Oxirgi partiyamiz, Ahmadjon. Gap yo'q. Bo'lmasa biz obunachilar video syomkani to'xtatib, kanalga bittadan obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar, mana qanaqalar keyinda shoshilib aloqa chiqib olasizlar. Obunachilar sog' bo'linglar, salomat bo'ling.